Alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, gapiring. Ya'ni menda hozir pulda bloklarim, kreditlarim bor biroz. Bulardan Mhm, chiqish qiyin bo'lyapti. mhm, Ayni kredit sanasi yaqinlashgan sari ichki xotirjamligimni yo'qotaman. mhm. Shunaqa holatlar bor. Ya'ni xotirjamligingizni yo'qotishingiz tabiiy, chunki ong ko'ryapti, kreditga tura olmayapsiz. Ya'ni kredit muhlatidan oldin pulni tayyorlab qo'ymayapsiz. Bu kredit muhlatidan oldin pulni tayyorlab qo'ymaganingizning sababi balkim kreditdan oldin pul keladimi? Masalan, misol qilib keltiraman. Masalan, Ya, sizni keladi. kredit to'lov muddati har oyning 5-sanasida. Misol keltiribman, 15-sanasida oldin, bir oy oldin, 20-sanada, 15-sanada qo'lingizga kreditga yetarli pul tushdi. Lekin siz bu pulni ishlatib yubordingiz. Bo'ladimi shunaqa holat? Ha, bo'ladi shunaqa holatlar. Bo'ladi va siz u pulni ishlatib qo'yasiz. So'ngra oy oxiri, keyingi oyning boshi kelganda sizni ichingizda xavotir bo'ladi. To'g'rimi? Ha, shunaqa. Ya'ni ong nimani ko'ryapti? Ong pul kelayotganligini va siz bu pulni turli xil narsalarga sarflab yuborishingizni avtomatik tarzda. Chunki ong nimani ko'ryapti? Pul barobar himoya, pul barobar xatar. Xatarni ko'rgandan keyin u sizni himoya qilishni boshlaydi. Qo'lingizga pul kelsa, siz o'sha pulni ishlatib yuborasiz va hatto kreditga ham yetib bormaydi. Kreditga yaqinlashganingizda ichingizda xavotir uyg'onishni boshlaydi. Sabab pul bilan bog'liq qandaydir dasturlar bor. Masalan, yoshligingizda pul bilan bog'liq qanday holatlar, vaziyatlar bor? Esla olasizmi? Salbiy bo'lishi kerak albatta. Ya'ni pul topish oson emas. Pul Mhm. topish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Osonlikcha pul kelmaydi. Ana. Shunaqa dasturlarim bor. Keyin pulim ko'payib ketsa, kibrga berib ketishim mumkin. Yokida pulim ko'payib ketsa, farzandlarim yomon yo'lga kirib ketishi mumkin. Yokida turmush o'rtog'im boshqa ayollarga ilakishib qolishi mumkin degan shunaqa nimalarim bor. Ana, demak, Dildora, tushunyapsizmi? Toki mana shu dasturlar o'zgarmas ekan, sizni qo'lingizda pul turmaydi. Chunki ong himoya qilaveradi sizni o'sha pullardan. Ong aytadi, hozir buni qo'lida puli ko'payib ketsa, bu yo'ldan buzilib ketishi mumkin. Hozir buni qo'lida pul ko'payib ketsa, buni bolalari yo'ldan buzilib ketishi mumkin. Hozir buni qo'lida pul ko'payib ketsa, buni eri yo'ldan buzilib ketishi mumkin. Undan ko'ra buni tezda pullardan himoya qilaylik, qo'lida pul turmasin va mana shu vaqtda tana qay darajada stress holatini o'tkazayotgani hatto ong uchun tushunarsiz. Chunki bu dasturlar ongsiz, anglanmagan holda qilinadi. Avtomatik holda qilinadi va holanki undan oldinroq qo'lingizga pul kelyapti. Mana o'zingiz aytyapsiz-da, kelyapti, lekin o'sha muddatgacha u pul yetib bormayapti. Chunki muddatdan oldin pul sarflanib ketyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Lekin bu narsalarni anglab yetyapman. Bu fikrlarimni ro'parasiga misol uchun pozitivniy qilib yozib chiqyapman. Pulim bo'lsa, farzandlarim bunga aloqasi yo'q. Go'zal tarbiya qilishim mumkin, yaxshi tarbiyalashim mumkin deb yozib chiqaman. Lekin baribir qanaqadir anglash bo'lmayaptimi yo blok ustida yecha olmayapmanmi bilmadim-da. Dildora, to'g'ri. Buni sababi nimada? Buni sababi men boya aytib o'tgan. O'zingiz harakat qilishingiz mumkin. Bir o'zingiz harakat qilishingiz mumkin, lekin ildizni topib yechish qiyin bo'ladi. Har doim ham topib yechib bo'lmaydi. Sabab ildiz juda chuqur joylashgan bo'ladi.